avtotest imtihonlarida qo'shilgan, ya'ni imtihonga kirganimda shaxsan o'zimga tushgan savolni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu belgilar qayerda foydalanadi? Chorahalarda, qatnov qismining kesishgan joylarida. Assalomu alaykum. Men Ilhomjon Jo'rayev, ko'p yildan beri avto instruktori bo'lib ishlayman. Xo'p, sizga ham avtotest imtihonlarida yiqilyapsiz yoki kurslarga borishga vaqtingiz yo'q, avtotestga qanday tayyorgarlik ko'rishni bilmayapsizmi? Biz sizga yordam beramiz. Bizning onlayn va offlayn kurslarimiz bor. Onlayn kurslarimizda qulayligi sizning xohlagan joyda, xohlagan vaqtda turib bemalol ishlashingiz mumkin va undan tashqari o'qituvchimiz har kuni sizga 20:00 dan 22:00 gacha jonli efirda darslar olib boriladi. Shuga o'xshagan qo'shimcha ma'lumotlarni biz Instagram, Telegram sahifalarimizda adminlar nomerini qoldirganmiz, bog'lanib bemalol ma'lumot so'rashingiz mumkin. Hozir sizlar bilan avtotest imtihonlarida qo'shilgan, ya'ni imtihonga kirganimda shaxsan o'zimga tushgan savolni obzorini ko'rib chiqamiz. Ushbu savol quyidagicha: imtiyoz yo'l belgilari qayerlarda foydalanadi? Imtiyoz yo'l belgilarini bilamiz. Bu belgilar qayerda foydalanadi? Faqat chorahalarda. Xo'p. Har ikkala javob to'g'ri. Xo'p, yo'lning tor qismlarida. Xo'p, yo'lning tor qismlarida ham o'rnatiladi, faqat chorahalarda ham o'rnatiladi. Demak, har ikkala javob to'g'ri. Ushbu savolning izohini ko'rib chiqamiz. Ya'ni, yo'l harakat qoidalarining birinchi ilova ikkinchi guruh belgilari, imtiyoz belgilari chorahalarda, qatnov qismining kesishgan joylarida, yo'lning tor qismida harakatlanish navbatini belgilab berish maqsadida foydalaniladigan belgilar. Ushbu ma'lumotlar foydali bo'lsa, bizning Instagram, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.